Assalomu alaykum. Demak, hozir sizlar bilan maktab kundalik.com uchun to'lov qilishni o'rganamiz. Xo'p, demak, birinchi o'rganadiganimiz bu Payme platformasi. Demak, Payme orqali oplatani tanlaymiz yoki to'lovni bosamiz. Demak, qidirish poisk bor. Mana qidirishga yozamiz maktab. Mana bizda topib beradi. Mana bosamiz. Xo'p, keyin bizda birinchi bo'lib login so'raydi. Ya'ni maktabga o'quvchining loginini kiritamiz. Xo'p, demak, e'tibor berishimiz kerak. Shu kiritayotgan loginimiz bexato kiritilishi kerak. Nuqta, virgul, chiziqcha yoki turli sonlar ham bir xil bo'lishi kerak. Agar xatoli bo'lsa, bu qabul qilmaydi. Xo'p, undan keyingisi obunani tanlaymiz. Obunamiz. Demak, obuna ikki xil usulda bor. Mana 7000 lik bor. Birinchisi 1 yilga 7000. Mana 1 yilga 7000 va ikkinchisi mana Pro versiyasi bor, 1 yilga 60000. Demak, ixtiyoriy tanlaymiz va oplatit tugmasini bosamiz. Va bu yoqda plastigimiz tanlaymiz va oplatit tugmasini bosamiz. Xo'p, ikkinchi usuli klik orqali. Demak, bunda ham oplatani bosamiz, poiskga kiramiz, yozamiz maktab. Demak, mana maktab chiqib keldi, tanlaymiz va bunda ham loginni kiriting. Loginni kiritamiz. Mana продолжить. Xo'p, podpiska tanla, ya'ni boyagiga o'sha Pro versiya yoki oddiysi, misol uchun. Birinchi 60000 lik, mana 60000 lik yoki mana 7000 lik tanlaymiz va продолжить bosamiz. Va bizada kartamizga mana e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, kartani tanlaymiz va oplatit tugmasini bosamiz. Xo'p, demak, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar.